O'zbekistonlik bloger Eronda nimalarga guvoh bo'ldi? O'ziga xos safar davomida Eron Ozarbayjoniga yetib keldik. Eron ozarbayjonlari hayoti bilan tanishish maqsadida biz Erondagi Sharqiy Ozarbayjon hududining ma'muriy markazi Tabriz shahriga yetib keldik. U bizga bu hududdagi siyosiy vaziyat haqida ham gapirib berdi. Мне говорят, вот в Иране 40 миллионов азербайджанцев. И как-то люди, может, подумают и думают за границей, что Табриз это как часть Азербайджана, может, в будущем это будет он как в составе. Ты как азари, что бы сказал бы свое мнение? Вот мне вот интересно, вот вопрос. Мурат, давайте я скажу вам подробно и немного прямо. Это у нас есть в Иране Азербайджан, восточный и западный Азербайджан. В Иране не живут 40 миллионов. Вы знаете, что много людей из Баку, из Азербайджана и даже хотят рожать детей, сюда приедут. Eron forslaridan keyingi eng katta millat bu ozarbayjonlar ekan. Ular Eron Ozarbayjonida istiqomat qilishadi. Bu ma'lumotni biz Wikipediadan oldik. Eron ozarbayjonlari hayoti bilan tanishish maqsadida biz Erondagi Sharqiy Ozarbayjon hududining ma'muriy markazi Tabriz shahriga yetib keldik. Shaharga yaqinlashgan sayin Tabrizning o'ziga xos nafasi sezila boshladi. Bu yer qadimiy tarix, hunarmandchilik va zamonaviy hayot uyg'unlashgan maskan sifatida tanilgan. Shahar ko'chalaridagi gavjumlik va tartib darhol e'tiborni tortadi. Tabrizda bizni mashhur El Guli deb nomlanuvchi bog'ga olib kelishdi. Mahalliy aholi bu maskanni shahar faxri sifatida tilga oladi. Это место будет там, что говорили, назвали Шах-Гули. Шах-Гули? Да. После станции Эль-Гули. El. Bog' darvozasidan kirgan zahoti atrofni yaxshilik va sokinlik qamrab oladi. Bu yer nafaqat sayr qilish, balki dam olish uchun ham eng mashhur joylardan biri ekan. Bog' hududida kichik, ammo juda chiroyli ko'l mavjud. Ko'l suvining tiniqligi va atrofdagi manzara bu joyni yanada jozibador qiladi. Suv bo'yida odamlar o'tirib, sokin dam olayotganini ko'rish mumkin. Ayrimlar suhbat qurib o'tirsa, boshqalar tabiat manzarasidan bahramand bo'lib, uzoq tikilib qolishadi. Ko'l atrofida odamlar hordiq chiqarish bilan bandligiga guvoh bo'ldik. Kimdir kitob o'qimoqda, yana kimdir telefon orqali suratga tushadi. Oila a'zolari bilan birgalikda kelib, dam olish lahzalaridan zavq olayotganini ham ko'rish mumkin. Bu yer shaharning shovqinidan qochib, osoyishtalik topish uchun qulay maskan hisoblanar ekan. Я не знаю, Ko'l o'rtasida joylashgan imorat esa darhol diqqatni tortadi. U islom me'morchiligi uslubida qurilgan bo'lib, o'zining nafis bezaklari bilan ajralib turadi. Imoratning ko'rinishi uzoqdan ham juda chiroyli ko'rinadi. Bu bino bog'ning asosiy ramzlaridan biri sifatida e'tirof etilar ekan. Bog' hududida mahalliy suratkashlardan biriga bag'ishlab o'rnatilgan haykal ham bor ekan. Haykal yoniga kelgan sayyohlar suratga tushib, bu joy haqida
ma'lumot olishadi. Работал и снимал фото. Много людей с ним через него снимали здесь фото. Из этого в его честь сегодня его память оставили в самом центре района. Mahalliy aholining san'at va ijodkorlarga bo'lgan hurmati shundan ham seziladi. Bu kabi haykallar shaharning madaniy ruhini aks ettiradi. Ko'l ichida tilla baliqlar suzib yurganini ham ko'rish mumkin. Ularning suv yuzida yaltirab ko'rinishi manzarani yanada chiroyli qiladi. Bolalar baliqlarni kuzatib, zavq bilan tomosha qilishadi. Ba'zan kimdir suvga qarab uzoq vaqt o'yga toladi. Bog' ichida bolalar o'yin bilan mashg'ul edi. Ularning kulgisi va quvonchini atrofga o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Turli o'yin maydonchalari bolalar uchun qulay tarzda tashkil etilgan. Ota-onalar esa farzandlarini kuzatib, xotirjam dam olishar ekan. Daraxtlar bo'yida odamlar ko'plab odamlarni uchratish mumkin. Ular soyada o'tirib, yozgi issiqdan panoh topishar ekan. Ayrimlar yerga to'shalgan gilam ustida dam olar, boshqalar esa suhbat qurib o'tiradi. Bu manzara sharqona dam olish madaniyatini eslatdi. Bog'da quyonlarni ham uchratish mumkin ekan. Ular daraxtlar orasida erkin harakatlanib yurar ekan. Bolalar ularni ko'rib, quvonib yaqinlashishga harakat qilishadi. Bu esa bog'ga yanada jonli muhit bag'ishlamoqda. Hududda turli siyosiy shiorlar ilib qo'yilganini ham ko'rish mumkin. Bu shiorlar tarjimasi esa quyidagicha ekan. Ko'l bo'yida maxsus ogohlantiruvchi yozuvlar o'rnatilgan bo'lib, unda cho'milish mumkin emasligi ko'rsatiladi. Bu tartib xavfsizlik maqsadida joriy qilingan. Mahalliy aholi ham ushbu qoidalarga amal qiladi. Shu sababli suv hududida toza va tartibli saqlanadi. Bog' hududida tozalikka qaraydigan ishchilar muntazam faoliyat olib borar ekan. Ular yo'laklarni tozalab, chiqindilarni yig'ib yurishadi. Shu bois bog' nihoyatda ozoda ko'rinadi. Tabiatni asrashga bo'lgan e'tibor bu yerda yaqqol seziladi. Bog'ning yuqori qismiga ko'tarilganimizda esa Tabriz shahri yuqoridan yaqqol ko'rinadi. Shahar tomlari va uzoqdagi tog'lar bir-biriga uyg'unlashib ketgan manzara hosil qiladi. Bu joy suratga tushish uchun eng qulay nuqtalardan biri hisoblanadi. Ko'plab sayyohlar aynan shu yerdan shaharni tomosha qilishadi. Bog' bo'ylab sayr qilayotgan yigit-qizlarni ham uchratdik. Ular sokin suhbat qurib yurishmoqda. Bizga hamrohlik qilgan Husayn ismli yigit Eron Ozarbayjonidan. У bizga bu hududdagi siyosiy vaziyat haqida ham gapirib berdi. Uning aytishicha, bu yerda yashovchi ozorlar o'zlarini avvalo eronliklar deb bilishadi. На этот вопрос можешь хочешь ответить, хочешь нет, это твое дело. Но интересно, знаешь, как тысячу раз слышать, один раз своими глазами увидеть, это лучше. Мне говорят, вот в Иране 40 миллионов азербайджанцев.
И как-то люди, может, подумают и думают за границей, что Табриз это как часть Азербайджана, может, в будущем это будет он как в составе. Ты как азари, что бы сказал бы свое мнение? Вот, мне вот интересно, вот вопрос. Мурат, давайте я скажу вам подробно и немного прямо. Это у нас есть вариант Азербайджан, восточный и западный Азербайджан. Когда мы читаем историю, то что Азербайджан просто считается в состав Ирана. Это сегодняшняя страна называется Азербайджан, это столица Баку. Это Сталин назвал это Азербайджан, потому что он хотел присоединять наш Азербайджан к России. Из-за этого это ошибка. В Иране не живут 40 миллионов. У нас есть много народа, в Иране живут. Они все вместе. И Табриз тоже, они сильно участвовали на исламской революции. Тоже сегодня Табриз для исламского государства очень важный город, потому что они поддерживают Иран. И они тоже во время войны с Ираком, они сильно участвовали на войне. Из-за этого у нас есть много национальных героев отсюда. Поэтому я могу сказать, что это вы сказали просто пропаганду, которую Эрдоган, Турция и Алиев в Баку вообще производит. Это совершенно неверно. Получается, местные азербайджанцы любят свою страну. Конечно, они из Ирана, они иранцы, они любят свою страну, и они всегда за Ираном стоят. Большое спасибо. Этот вопрос для меня был очень интересно, потому что за границей по-другому думают, что здесь много азербайджанцев, и они хотят отделиться за это. Во-вторых, я приглашаю всех в Иран, особенно в Табриз, Азербайджан. Идите, посмотрите, и потом вы сами можете принимать решение, что Иран как, где и Азербайджан где стоит. Знаете, вот эта пословица для меня нравится, еще я повторю, чем 1000 раз слышит, один раз с вами глазами увидеть, это по-другому. Вот за это. Да, совершенно верно. Я вот сегодня с вами уже почти 20 дней, и у меня мысли, уже взгляды поменялись, потому что я подумал сперва по-другому, а когда увидел в Иране, уже подумал другое. Suhbat davomida Husayn bu yerda tibbiyot sohasi ham rivojlanayotganini aytib o'tdi. Uning so'zlariga ko'ra, Koreya, Hindiston va Isroil kabi davlatlarga qaraganda arzonligi sababli ko'plab ozarbayjonliklar aynan shu yerga davolanish uchun kelishar ekan. Я другой факт вам скажу. Вы знаете, что много людей из Баку, из Азербайджана, когда у них есть медицинская проблема и даже хотят рожать детей, сюда приедут. Потому что Табриз и Иран, у нас есть прекрасный оздоровительный туризм, и здесь гораздо дешевле и качество, как Америка и Европа. Я даже могу приглашать людей из Узбекистана, из Центральной Азии, из России, когда у вас есть проблема, оздоровительный туризм, сюда приходите, пожалуйста, и здесь лечение. Почти могу сказать, что по сравнению с Россией, Индией, Кореей дешевле и качество, как Америка. И кроме того, мы, ваши соседи, с удовольствием к нам приходите, мы будем рады видеть вас в Иране. Пожалуйста. El Guli bog'i haqida so'z yutganda uning go'zalligi insonning o'ziga rom etilishi alohida ta'kidlash kerak. Bu maskan nafaqat dam olish joyi, balki shahar aholisining ruhiy hordiq chiqarish maskani hamdir. Har bir yo'lak, har bir daraxt o'ziga xos kayfiyat bag'ishlaydi. Bu yerga kelgan odam yana qaytib kelishni istaydi. Bog' Tabrizning eng qadimiy va mashhur dam olish maskanlaridan biri hisoblanadi. Yillar davomida bog' bir necha bor ta'mirlanib, yanada obodonlashtirilgan. Bugungi kunda u mahalliy aholi va sayyohlar uchun ochiq bo'lgan zamonaviy hududga aylangan. Shahar madaniyatining ajalmas qismi aynan shu bog' bilan bog'liq. El Guli bog'ida sayr qilar ekanmiz, go'yo vaqt sekinlashayotgandek tuyuldi. Shahar shovqini bu yerda unutiladi. Inson o'zini tabiat bag'rida his qiladi. Har bir qadam yangi manzara va yangi taassurotni olib keladi. Bu joy sayohatchi uchun ilhom manbai bo'la oladi. Tabrizdagi El Guli bog'i bu shunchaki dam olish maskani emas, balki shahar ruhini aks ettiruvchi muhim maskanlardan biridir. Bu yerda tabiat, tarix va zamonaviy hayot uyg'unlashganini ko'rish mumkin. Sayohat davomida olingan taassurotlar esa uzoq vaqt xotirada qoladi. Tabrizga kelgan har bir mehmon bu bog'ni albatta ko'rishi kerak bo'lgan joylardan biri hisoblanar ekan.